Yaxshi javob beringlar, kameraga tushyapsizlar nega? Televideniye chiqasizlar. Ha, hamma aytaysiz. Aytinglar-da, bilishlaringizni hamma bilsin-da. Tushunarlimi? Bilmasliklaringizni bilib qolmasin. Tushuninglar? Demak, o'rtoqlar. Asosiy ildiz hosil bo'ladi. Qaysi ildiz tizimi? O'q ildiz tizimi hosil bo'ladi. O'q ildiz tizimi qanaqa ildizlar yig'indisi? Asosiy va yon ildizlar yig'indisi. Agar murtakdan o'sib chiqqan boshlang'ich ildiz o'sishda to'xtab, poyadan qo'shimcha ildizlar o'sib chiqsa, qaysi ildiz tizimi hosil bo'lar ekan? Popuk ildiz. Popuk ildiz tizimi qaysi ildizlar yig'indisi ekan? Yon va qo'shimcha ildiz. Yon va qo'shimcha ildizlar yig'indisi bo'ladi. Xuddi shunaqa. Agar o'rtoqlar ildiz poyadan yoki bargdan o'sib chiqsa, qanaqa ildiz deganmiz? Qo'shimcha ildiz. Qo'shimcha ildiz deymiz. Xuddi shunday. Ildizning ichki tuzilishini ko'rdik. Qaysi zonalar ekan? Demak, bo'linuvchi, o'sish, so'ruvchi, o'tkazuvchi zona. Qaysi zonada demak ildiz tukchasi turibdi? So'ruvchi zonada. Ildiz tukchasining vazifasi nima ekan? Suv va mineral moddalarni demak tuproqdan so'rib olish. Xuddi shunday. Ildiz qinchasining vazifasi nima ekan? Himoya qiladi. Qaysi hujayrani? Tirik hujayralar. Tirik hujayra qaysi zonada turibdi? Bo'lin zonasida turibdi. Yaxshi. Ildiz mavzusini tushundinglar, ha? Metamorfoz so'zi ma'nosi o'zgarish degan.